Assalomu alaykum, Farg'onalik bog'bonni kunda kuzatib oluvchi obunachilar. 10-may chislosida mana Prissiya degan o'diklarimiz pishib yetildi. Bu bir marta uzilgan, 5-may kuni bir marta uzun bo'lgan. Mana ko'p topsizlar o'dikni holatini o'ta yirik. Surxondaryoda bu 25-aprelda pishgan. Surxondaryo, Qashqadaryo o'sha tomonlarga esa aprelda oxirgi 10 kunligida pishadi. Farg'ona viloyatida mana ko'p topsizlar mayda 5 kunligida pishdi. Belgi yilda mana holati ko'p topsizlar o'ta sert hosil eksport variant Prissiyamiz ham mana danilari ajraydi, juda qattiq, transportga yaroqli, qo'rqmasdan bundan ham boq qilaverasizlar. Sababi sinovdan o'tdi. Mazasi bo'yicha u daraja maqtanolmaydi bu o'dik, lekin mazasi ja shirin bo'lishi bor, bemaza bo'lib bemaza emas. Yaxshi holati bo'laveradi, xudo xolasa. Mana shu ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganman. Noyabr oyida tayyor bo'ladi. Shu bog'dan olib 5 mingtaga yaqin payvat qilib qo'yganman. Agar kimga qiziq bo'lsa, shu o'rida kelib mevasini ham ko'rib, yeb ketaverasizlar. Hozirgi paytda 1 kilosi 20 ming so'mdan eksport bo'lyapti, do'stlar. Xudo xolasa mana shu ko'chatlarni kuz noyabr oyiga tayyor bo'ladi. O'rikka qiziqqan, boqmoqchi bo'lgan do'stlarga videoni yuborib qo'yasizlar. O'rikni holati bu tanasti. Mana Prissiya. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Farg'onalik bog'bonni kunda kuzatib boringlar. Yangilardan tashlab boramiz. Bitta like bosib esdan chiqmasin.